Bugungi videoda biz o'zimizni modimizni yaratishni o'rganamiz. Qani bo'lmasam, ketdi. Biz mana bu ilovaga kirib oldik va bu ilovani siz meni Telegram kanalimdan topasiz. Ссылка описанияda va kanalda. Mana Trizubisni tanlab oldik va biz bu yerda unga har xil ko'rinishlar berishimiz mumkin. Inventarda shunaqa ko'rinishda bo'ladi va biz unga rasm chizishimiz ham mumkin. O'zingiz xohlagan teksturangizni qila olasiz va bu yerga siz teksturani import ham qila olasiz. Buni tushunadiganlar o'zi hozir gaplarim tushunadi. Atak mana shundan bittasini talab qo'yganingiz osonroq. Va endi biz skin bo'limiga o'tamiz. Skin bu qo'lingizda qanaqa ko'rinishi borlar, bu rostdan muhim. Bir xil qilib olinglar, maslahat. Endi mощность qo'yamiz. Bu qanchalik tez sinib ketishi va men почти sinmaydigan qilib qilyapman va sila тяжести. Men to'g'risi bunga tushunmayman, o'shuning uchun qilmadim. Portlaydimi yo'qmi o'chirib qo'yaman yo yoqaymikan. Yo, mayli, o'chirib qo'yaveraman, chunki bu g'alati narsa ekan, o'shuning uchun mayli. Hozir endi Trizubis olsam portlamasin, lekin mayli teleport bo'laversin. Borgan joyimizga teleport bo'lmoqchi, lekin uning uchun kodlar yozish kerak, aniq bilmayman, lekin shu yetadi degan umiddaman. Endi biz export joyiga kirib turib, ismini yozamiz. Iron plus 3 deb qo'yamiz. Bu juda g'alati ism bo'lishi mumkin. Mayli, avtor bu yaratuvchining ismi Zademus va bu yerga описание yozishlaring mumkin. Men eng zo'r mod deb yozib qo'yganman. Siz har doimgidek versiya, boshqa narsalarni tanlashlaring mumkin bo'ladi, lekin maslahat bermayman hech narsani to'g'rilashga, chunki bu rostdan kerak emas narsa-da. Bola, mana biz o'sha Minecraftning yo'l yaratish joyiga kirib oldik, yer yaratish joyiga biz modlarni qo'shamiz va men hozir sizlarga hech kim ko'rsatmagan narsani ko'rsataman. Hech kim rostdan ham ko'rsatmagan bu narsani ko'rishlaringga arziydi. Bu hamma mod bilan ishlaydi. Bu eksperiment rejimi, mana shu rejim. Bu rejimga kirib sizlar hamma tugmani yoqib chiqsalaring, bu rostdan ham sizlarga yordam beradi. Bu hamma modda hisob ishlaydi. A few moments later. Mana Trizubis paydo bo'libdi, o'zgaribdi, to'g'ri, zo'r, ajoyib. Bu meni qo'limda ham, inventarda ham o'zgargan. Eksperiment rejimi 100% ga ishlaydi. Shu qo'shilmagan modlaringga shuni qo'shsalaring, hamma yo'qi qo'shilib ketadi. Mana qo'limda ham o'zgaribdi skini va bu juda ham ajoyib. Bitta videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Asla bilan Zademida hammaga bo'pti.